Sharq Turkiston xalqi yana bir o't yurak olimidan ayrildi. Talantliq yozuvchi va shoir Hoji Mirzahid Kerimi 82 yoshida Xitoy turmasida shahid bo'ldi. Pishqadam shoir, adib, tarixchi Hoji Mirzahid Kerimi xalqimiz uchun kech-kunduz jon ko'ydirgan o't yurak olimimiz edi. U 1939-yili 11-oyning 24-kuni Qashqar shahrining g'arbidagi Torbog'uz kenti Maxdum Do'ngi mahallasida savdogar oilasida dunyoga kelgan. U xalqimizga Yusufxos Hojib, Mirza Abobakri, Sulton Abdurashidxon, Judoliq, Sulton Saidxon qatorliq oltindan qimmat tarixiy asarlarni sundi. İlgari keyin bo'lib 30 yildan ortiq tajovuzchi Xitoyning turma va nazarbandlarini boshdan kechirgan bo'lsa-mu, haqni so'zlash va yezishdan qilchimi yanmadi. Va 82 yoshida Xitoy turmasida tajovuzchiga bosh egmasdan mardlarcha bu olam bilan vidolashdi. 1959-yili oliy maktabda o'qiyotgan chog'larida Xitoy tarafidan yerlik millatchi Sharq Turkiston tashkiloti qurdi degan siyosiy qalpoqlar kiydirilib, 1972-yilgacha 13 yil turmaga qamalgan. Turmadan chiqqandan keyinmi Aksil inqilobchi degan qalpoq bilan yana 7 yil nazarband ostida yashagan. Xitoy 2017-yili uning Yusufxos Hojib, Judoliq, Sulton Saidxon, Sulton Abdurashidxon, Mirza Abobakri qatorliq 7 tomliq 5 tarixiy romanini kitoblarning nashr qilinganiga 15 yil o'tgan bo'lsa-mu, mazkur kitoblardagi diniy va tarixiy mazmunlardan bearam bo'lganligi uchun uyiga bostirib kirib musodara qildi va kitobxonalarda setilishini chekladi. Shundaqla bu qatimliq bostirishda Abdur yillardan buyon ustida ajri singdirgan ko'plagan qo'l yozmalarni musodara qildi. Olim 2018-yil Qashqarda boshqa nurg'un yozuvchilar bilan birlikda qayta tutqun qilindi va ojizlig'an, mukchaygan jismiga rahim qilinmasdan 11 yillik qamoqqa hukm qilindi. Adib Hoji Mirzahid Kerimi 2021-yili 9-yanvar kuni azizona Qashqarda Xitoy turmasida jon uzdi. Janobi Allohdan xalqimizning iftixori va faxrlik o'g'loni Hoji Mirzahid Kerimiga rahmat ato qilishini va makonini jannat qilishini, shundaqla marhumning oilasiga va barliq xalqimizga sabr ato qilishini tilaymiz. İşğalçı Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda qilgan va qilayotgan jinoyatlari hargizmi javobsiz qolmaydi. Tövende ustoz Hoji Mirzahid Kerimining o'z vaqtida Misronim to'rida o'tkazgan suhbatda sanduq ichidagi Bovoq nomli she'ri haqida to'xtalib qilgan so'zining bir qismini sunamiz. Shu chog'dagi ko'z yumg'ili bo'lmaydigan ijtimoiy reallikni orqa ko'rinish qilgan bu she'rim o'ylamagan yerdan jamiyatni zilzilaga keltiribdi. Xuddi sanduqqa selib qo'ygan bovoqdek menmo turmaga qamaldim. O'ngchi, yerlik millatchilarga qarshi kurash avjiga chiqqan, kurash, tanqid hamma yerda qanot yaygan mazgil bo'lg'achqa, menmo so'lchil Lushiyanning zarbasiga ana shunday uchrab ketgandim. Mening go'zal yoshliqim qorong'u turmalarda, tarim bo'yidagi qumliq cho'llarda, to'g'roq yulg'unlarga hamroh bo'lib o'tdi. Ajiba shoirning hayotini ostin-ustun qilib o'tgan bu she'rda shoir nimalarni yozgan bo'lg'aydi? Osmon ko'zlaridan tamchilaydi yosh. Shuncha jimjit atrof go'yo g'aflatda. Yaproqsiz dal-daraxt yo'limga sirdosh. Aytingchi, tabiat nima hasratda? Ustoz Hoji Mirzahid Kerimidan shu sanduq ichidagi Bovoq nomli she'rni yozganligiga pushaymon qilgan qilmaganligi so'ralganda ko'ngil so'zlarini mundaq izhor qilgan.
she'r yozilgan kuni Urumchida simsim yomg'ir yog'ayotdi. Go'yo menga osmon zimin bo'g'ib o'ltirilib sanduqqa selib qo'yilgan ashu bovoq uchun yig'layotgandek tuyulib ketgan edi. Ko'z yoshlarim bilan yozilgan bu she'r guldirmami guldirlab, chiqin chiqilgandek o'qirmanlar qalbini zilzilaga keltirdi. Men she'rga ko'ygan, vatanni so'ygan bir o'quvchi edim. Men sanduq ichidagi bovoq nomli she'rni yozganimdan zinhor afsuslanmayman, balki so'yinaman. Bu she'r meni jamiyatga boshlab kirdi. Vatan millatning g'amguzari taqdirdishi qildi. Menga buningdan ortiq yana qanday mukofot bo'lsin? Ustoz Hoji Mirzohid Kerimiy turmadan chiqqandan keyin atrofida ko'rgan ziyolilar to'pi haqida his qilganlarini mundaq bayon qilgan. Men qayerga bormay, umuman shu yerdagi ziyoli deb atalgan do'st tunishlarimning nihoyatda ehtiyotchan, qo'rqinchoq, to'sun taydak urikkak bo'lib ketganligini ko'rdim. O'zimning shularga o'xshab qolganimdan to'liq afsuslanaman. Ehtiyot qilish ko'ngildagi gapni hatto yaqin do'stig'imga tegizmaydi ekan. Qo'rqinchoqlik insonni xushomatchi, chiqimchi, gumonxo'r qilib qo'ydi ekan. Ürkeklik odamni yovon, yolg'iz qilib qo'ydi ekan. Men ko'rgan Uyg'ur ziyolilari mana shundoq edi. Haqiqiy nur tarqatquchi ziyolilar bakla azdir. Növbəti diqqətinizlərə ayni yillarda cəmiyyətni zilziləyə selib etgan Sanduq içidəki bovoq namlıq şeirini sunumuz. Sanduq içidəki bovoq. Osmon ko'zlaridan tamchilaydi yosh. Shuncha jimjit atrof go'yo g'aflatda. Yaproqsiz dal-daraxt yo'limda sirdosh. Aytingchu tabiat nima hasratda. İşitilmez eriqtin çimen qırğaqlıq. Şir aqar suning uni shu tapda. Nazuk mecnun tallar berqut yaproqliq. Manzimni so'ymaydi egilib asta. Qayg'u dengiziga atrof bo'lgan g'arq. Qani u bog'larning go'zal jamoli. Shu dam hech narsani qilolmaysan farq. Dala tirik jondan ajaba xoli. Ras kimning chiqqisi kelar sayliga. Illiq o'ylarida o'ltirmay shu hol. Yig'lang'u va razgi havo payliga. Mos kelmas bir tusda boraman xushal. Bu g'amkin ko'rinish, bu ko'ngilsizlik, biroq shod dilimni qilolmas xira. Kuylarim qushlari uchishidi tik. Temkinman. Men yuksak so'yguga ega. Sababi meni dal ma'shuqum jonon shu tunish buloqning yenida kutar. Muhabbat baxtidan yashnug'uchi jon bu gul yurikimga ishqini pukar. Cheliqdi ko'zimga shu chaq bir sanduq. Iflos chunqurliqda munglanib turgan, ichida bir nima bordir yo yo'q. Dedim-yu, açdım men, örtendim şu an. Qo'llarim titredi, qochdi xiyolim. Anardek mangzimdan tushdi yosh agib. Sarg'aydi samandek qolmadi holim. Bir pas jim qopdi men, shamolda sagib. Nimani ko'rdim men, afsonadagi. Ajdaho chiqdi-mu yeyish uchun yo. 3 yaşlık yılanmı zehir neştiri? Yo'q, sirliq narsa u. Ko'ringlar mana, yotatdi oyga o'xshash begunoh bovoq. Gelidi barmoqning dahshatlik izi. O'g'il edi shunchalik o'moq, qo'y ko'zi yumilib pukilgan tizi. G'azabda tugilgan mushtumlari ching. Gap qilmoqchidek sal ochiq og'zi. Bovoqliqim keldi yodimga go'yo. Bulutdek oqirib turdi bag'ri. Ey sen sabiy bola, o'lgan behuda,
ayt, qaysi namard o qatiling qonxo'r? Tarixchilik jining xatarlikmi ya? Kim u tapmaq bo'lgan qiningdin huzur? Nama'lum o vahshi nima tapqandı? Şum qo'li titirmay azoblab bo'g'ib majbur qilganmidi va yoki birov? Kim bilsin qoldimi ayibdor bo'lib? Texi ko'z ochmasdan tug'ilibli u. Yigitmi yo qizmi qilgan jinoyat? Muhabbatga ajab ig'ir xiyonat. Fojia ustida bo'lsam agarda, ukajon buvoqni saqlab qolatdim. Do'stlar, jon bersam mayli shu yerda, inson muhabbatidan baxt topatdim. Yar yenig'i boraman dadil, shu kuni qilishgan va'dimiz uchun. G'orida so'yguning bo'lmag'in g'ofil, degandek har yondan kelatdi bir un. Ay, ay, yo'langan terak g'o'liga qarabli yurakim jig' qilib qoldi. Suv quyib beralmas oymi qo'liga, ko'nglimga ishqidan shu yor o't soldi. Kelmaganmikina desam intizor, kutibdi toqatlik mening so'ygunim, yo so'g'uq yo yomg'ir qilolmabdi kor, shunchami vafoliq ekan ko'ygunim. Tilsizman, oldida sirimni ko'zim, jup yulduz ko'ziga etib turdi. Ha, yenimg'imi bordim chin so'zim, mening pokliqimni dilbar tuyudi. Jo'sh urib fontandek oqdi sho'x buloq, kumushdek suyiga sho'limiz tushgan, quyosh chiqdi ko'kda, bulutlar yiroq. Qochdi, men qarasam tabiat kulgan. Shu ochiq izdan bermadim derak. O'rni yo'q aytishga hech qachon, chunki qo'sh yuragimizga sodiqlik amak. O'chmaydi bu vaqa dilda shu kunki, bizningmi bolamiz bo'lar. Bu cho'qim taqdiri boshqacha gul qisib yashar. Ko'zimga erkilab ko'rindi o'g'lim. Odamlar bir umr bo'yi baxtiyor. 1957-yili oktyabr, Urumchi. Sözümüzni merhumga atab yezilgan, ijtimoiy taratqularda tarqalgan, avtori noma'lum bir marsiya bilan oxirlashtiramiz. Yo'q, sen texi yashab bo'lmading. Merhum Mirzahid Kerimiy ustozga. Davomi bar qilgan ishingning, oxiri bar ko'rgan tushingning, bahori bar o'tgan qishingning. Yo'q, sen texi yashab bo'lmading. Gaplaring bar qilib bo'lmagan, ishlaring bar bilib bo'lmagan. Bir gulxonsan yenib bo'lmagan. Yo'q, sen texi yashab bo'lmading. Texi talay armonlaring bar, texi talay orzularing bar. Garchi dog'da qolganlaring bar. Yo'q, sen texi yashab bo'lmading. Sürüvatqan xiyollaring bar, tuzivatqan planlaring bar. Izingda ko'p qirollaring bar. Yo'q, sen texi yashab bo'lmading. Ömür degan pushaymonga boy. Armoningdir yulduz bilan oy, ko'k osmondir oy ko'rinar joy. Yo'q, sen texi yashab bo'lmading. 2021-yil 9-yanvar.